Kurslida palon puldan o'rgatiladigan mega shokoladli pirojnini hozir sizlarga tekinga o'rgatib qo'yaman. Faqat bittagina sharti videoga like bosib, yaqinlaringizga yuborib, obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Idishga sun'iy asal, margarin, kakaoni solib, margarinlar eriguncha gazda aralashtirib turamiz. Boshqa idishda tuxum bilan shakari oppoq bo'lguncha ko'pirtirib, kakaoli massa bilan aralashtiramiz. Chayni sodani uksus bilan o'ldirib, uni ham massamizga qo'shib yuboramiz. Ilingan unimiz ustidan razrixlitelni solib aralashtirib, massamiz ustidan unni oz-ozdan solishni boshlaymiz. Unni hammasini solgandan keyin qo'limizni ozgina yog'lab, xamir qorishni boshlaymiz. O'shanda xamir qo'limizga yopishmaydi. Men yarimta list tayyorlaganim uchun xamirni 4 taga bo'ldim. Agar sizlar bitta butun list tayyorlamoqchi bo'lsanglar, mahsulotlarni 2 ga ko'paytirib 8 ta qo'shib pishirasizlar. Shunaqa yupqa qilib yoyilgan xamirimizdan chetlarini kesib, vilka sanchib 170 gradusda 5-7 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ungacha ham krem tayyorlaymiz. Bozor qaymog'iga varionoy molokoni aralashtirib, is tushgungacha yaxshilab mikser qilamiz. Pishgan qo'shlarimiz ustidan kremni surib, shu ketma-ketlikda tortimizni yig'ib olamiz. Chetidan chiqqan shoxlari bilan yonini bezatib, ustidan shokoladli pastani mikrovolnovkada eritib, chiroyli qilib bezatib olamiz. O'zi faqat shokoladli pasta zakaz qilaman deb ko'rdim Korzinka Go'ga, lekin bu yerdagi aksiya narxlarini ko'rib, shuncha narsani qanaqa qilib sotib olganimni o'zim ham bilmay qoldim. Korzinka Go servisi Toshkentdan tashqari Samarqand va Andijonda ham mavjud. Hoziroq ilovani yuklab olib, birinchi 3 ta zakazinglarga bepul dostavka va 90 ming so'mlik chegirma